bor. Sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi oson. Yuragim, sizda bugun xiyonatimni. Ko'zlarim inson nimaga sevar va nimalarga erishar, vaholanki va'dalar berayotgan lablar aldar, muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Buni kim javob berar? Agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab, esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim, sizda bugun xiyonatingni. Ko'zlarim bugun yo'lingni. Yonaman, bugun keting menda so'nggi bor. Sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi oson. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O'tding minglab azoblar chekib o'tdim, badani butun, lek yuragida qon. So'ngra esida tutilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa allo deya javob, nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Farq shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Menga sig'maydi nahotki sevmaydi